güllerle markalık yüzünü maylap tuğatken par nur yakmay top yaksın da. Şunda. Muşu bir gapni degim qoldi qaranglar. Muşu yaqinda Muşu anikamga Muşuning gullarlar zavodining girim buyumlaridan bir yo'li sovuq yaqindilar. Muşu anikam bir hafta ishlatgandan keyin xuddi qizlar ko'p ketib, olay deb uyga elchi kirib qarab. U qanchalar ishda? Men dadikam 90 yosh kirgan edim. Shuningga Muşuning gullarlar markalık balki Şişmasını etmegende bir kat şınqamağa adam deyava. Şunun bilan hali şişmasını ağzını jima deb ağzıga ikkilishida o't chiqish biroq eslik yapdi. Şunun bilan hozir odam o'lib yeb qas chaqib yelziradi. Bunday shaqana. Yaman qiz gapirkansiz. Yo'q, efendim, biz qiziq gapimni biz rost gapiryapmiz. Ma degan amaliy paket bor. Xo'sh, bugun meni izlab kelishim oladi biri ishonib qoldi ya. Boshqa ishmi yo'q shu. Endi biz mushto anglasak, mushu Silning shirkat, mush Turkiyadagi dunyo bo'yicha eng chong shirkat ekan-a. Bizning zavodimiz mana dunyo bo'yicha eng chong shirkat bo'lmasmi? Ammo biz mush mahsulotlarimizni o'zimiz bir qo'lliq ishlab chiqaryapmiz. Mening anglashimcha mushu Sırılıkıma Xitaydan Türkiye'ye malını ekilip belki Müslümanca degan xatni chaplab qo'yib, ya bo'lmasa vatanning ishonchlik mili deb ma Uyg'urdan oldirmayotgansizlar. Shundoq. Biz pokiz, ishonchlik, halol xomashiyoni ishlatib, ishonchli bo'lgan mahsulotlarni ishlab chiqaryapmiz. Bizning mahsulotlarimiz nihoyat pokiz. Mana. Rostga qildi. Bularning mahsulotlari shunchalik ishonchlik ham pokizki, hatta yesim bo'ldi. Uqa. Men aytgan nashtada mushunlarga gullarlar markalık 100 mingning bir qutisini ichib bilan nonni shundani suyab yatdim. Qo'ymoqdimi tatliq emasmi? Ajoyib tatliq. Ammo ularning ufularida atgancha itadigan bo'lsam, Eshib ketdi-ku deyman. yo'qsa efendim biz chaqchaqimidi? Biz ma gullarlar zavodi asosida girim buyumlar ishlab chiqaramiz. Pardaz buyumlarni yeyib olmaydi. Bir inson olmaydi. Abla, biz musulmon ishlab ketganga yarib qarab. Yavrimiz hech nima bo'lmaydi. Halol bo'lgan ekan. Yavrimiz. Mushu yaqinda yana bir gapni anglab qoldim. Mushu anglsam, mushu Silning shirkat 300 ming odamni ishga o'rlashtirib, savob bir ish qildi-dak. Yana mushu anglsam, mushu o'quv bilan yurtiga 1-2 million dollar yordam qildaydi mushiga. Rasman. 300 ming emas. 1-200 odam ishga o'rlashtirdi. Ham kelgisi taraf qilib sho'ng qilsa 300 ming odamni ishga o'rlashtirish orzuyimiz bor. Endi mush o'quv bilan yurtga har qaysi jihatdan yordamchi bo'lamiz. Mana. Mush yuksak arzuning o'zi 300 ming odamni ishga o'rlashtirgan bilan hamda mushu o'quv Uyg'ur bilik yurtiga har jihatdan yordam qilgan bilan barobar degan gap. Rahmat. Apandilar, mening biroz muhim ishim bor. Gapingiz ochiq da'vaga bo'lsa-a. Boshqa ishmi yo'q, endi mushu ikkimiz rost gapni qilsak, mushu yaqinda qurilgan Yershari ilon tashviqot shirkatlarining bosh direktorlari bo'lamiz. Odatiy xizmatchi. Xizmatchi. Shuning bilan biz mushu shirkatning nomini anglab, shu alaydan ziyorat qilib keldik. Shunami? Shunday. Agar biz mushu pul bilan kelishib qolsak, sizning zavodini tashviq qilmoqchi. Qarang, hozir degan raqobat dunyosi. Shunga biz mahsulot ishlashdan bakrak mahsulotni tashviq qilamiz yaxshiroq. Qanday dedim? Shundoq. Hozir degan tashviq eng muhim. Biz mushto sizning zavodini sapsasak, siz mushu tashviq ishlaringizni sal ojizlashtirib qo'yapsizlar. Shunlashqa biz mushu sizning e'lon tashviqot ishlaringni biroq ko'tarib aylaylik deb keldik. Yaxshi ko'ngillar, rahmat, yaxshi ko'ngillar. Biz mushu shirkat, bizning shirkat mushu mahsulot ishlab chiqarish bilan bo'lib ketib, biroz sizlar degandek mushu e'lon tashviqotga sal qarab qolgan. Mana men deganda
kerak ish yo'qdi. Bundaq bo'lsa qat'iy bo'lmaydi. Bu 21-asr. Biz inovatga mablag' silib, o'zimizni tashviq qilmasak, dunyoning aql qolmas. Shundoq inovatga mablag' solmas bo'lmaydi deyman. Rahmat. Biz shu sizlarga o'xshash xalqimizdan qo'llashiga, ham sizlarga o'xshash kishilarningki bizga yo'l ko'rsatishga muhtoj. Rahmat. Biz badlam kelishib qolsak danglar. Mushu ko'llarda hisobli do'st armas degan gap bor emasmi? Shunday mushu ba'sida kelishib olgan bo'lsak. To'g'ri. Tamamen to'g'ri. Chunki tamamen to'g'ri. Yaxshi bo'pti. Bu intayin yaxshi. Bunaqa qilib sizlarning o'sha plan loyihangiz bir ko'ra qolsak bo'ladimi? Bu planni ko'rsak bo'ldi lekin mushu ba'zi deyishvasa qulamdiki. Sizlar o tarafdan xotirjam bo'ling. Agar sizlarning loyihangiz bizning shirkatga yarab qolsa, sizlar o hisob tarafdan ansirmsanlar. Bizlarni rozi qilamiz. Allah, bu nesiydi? Taz ta'limimiz yo'qdi. Vaqtimiz bir xita bayakamni o'zini qilamdik ya. Qilamdik. O'zimizning ish yo'g'anki, ha? O'zimizning ish yo'g'anki. Undan so'ng biz boshladik, siz diqqat qilib oling, ha? Boshlandik. To'xta. Muzika. Keldikmi? Başlamamız ha? Taran tarararararan tar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 
Isna oltin qiladi. Tuğmu serip çişlerin bu pastada külüdü. Çiş pastisi, naman her yan yetidu. Bir dal çişin bulmasa, jusan nıntal çıkıdı. Makmaklarning tahrida gullarlar çiş pastisi. O çiş batsa çiş asraydı, çiş çıkamaydı. Bu sen mübalağa olib ketibdi bakanda. Qarang, hozir qapoq pul emas, barang pul. Shundaq bak ustozimiz bizga aqlli odamlarni barangni pul qila oladi deb ketgan. Başka layıhalar bo'lsa ko'rib boqaylar. Bak. En notusu var. Kendi şuradan var. Akşam deyiş. Çaş. Turar beshing parqirab, may qapoqning tumida. Bu sopunu işlesen çıkar çaş koy jumedek. Ishlatgan bu so'pilni yo'q deshingga qash chiqar. Çilgidek settaz bişinga kirgidek tik çaş çıkar. Qaynak boshning qarashi, gullarlar chas so'g'iniga. Kanama bolam dike. Bu hemmizde şiir koşak mı? Sen onda hikayelik layıhalar yok mu? Şunda biz körep bakayım. Bak. En notusu var. Gel bakalım mı? Ha, Aşağı gidelim mi? Gene ya. Başlık kapısı. Başladık. Çispatsi situal kündüz olsan purmaz, erkiletip balangni söysen ağzın purmaz. De, şuyma. Çispatsi almısan ağzın purak çaçıdı, erkiletip balangni söysen jırak kaçıdı. Şuyma şişke, şuyma. Der muş çağda, balı derhal beşikten kopudu da, bağmı tağmı tağ, neden kaçıdı. Bunu görgen dadısı balısını koğlaydı. Der muş çağda, anısı silanın şirketinlarının bir çişbasını dadık kartıp atıdı. Oy dadısı! Şurası çok kırılıyor! Asmanda uçup kevatkan çötkini dadak koluda kap kutusunda çişini çötkülaydı. Bunu görgen balısı derhal de kendini gidilip dadısı özünü atıdı. Oğlum! De. İnakını elsi, güllerler çiş pası. Bu
O pulu diken. Şipasızdan eğizini kuş bırakıldığını rast. Ama bu büyüştük balının ornundan ders durup bunu. Tak, bak çepigense bu balığı pişti bakanda. Qaran, ma degan ilan. Ya ilan bolsa biraz ameliyat uygun buluş gerek de. Bu da başka layıqlamaz göre bakaydı. Bak. 100 sopun akıllı. Çıqqani bor. Ana bakamsiz? Şundan mı? Yaqin kelib. Yilqi oqshom. Yilqi. Yaxshi kelamdi. O'rni. O'rni Qashqardan Xotanga mangadigan tez suratlik poyezdning ichida bir qir Mo'may bilan bir yosh bir yigit poyezdda birga kelib o'tirdi. Yigit uyquga ketganda u Mo'may qazliq uyga chiqib ketdi. Bir chog'da yigit uyg'onib, yanada bir kichik bir qizning o'ltog'ini ko'rdi-da, qattiq ochiqlaydi. Yaxa, qopana va cho'ng pashlab o'tiribsiz-ku. Unda adab qayda uxlamay qizvansiz. Qanday qo'pon. Voy bolam, men shu boyoq cho'ngapini shu anda unutib ketdingizmi? Nima? Men ishonmayman. Hargiz ishonmayman. Siz bayondek tazyiqqa kirib ketgan qeri qandasiz bunda qiz olib chiqadingiz. Men ishonmayman. Ishining bolam, ishining. Chunki men bilan Gullalla markalab 100 ming ishlatdim. Maylani ishlashidan Gullalla 100 sopini. Qanday ma bo'lam ekan? Hey, bu 2 ay to'qqiz mashinadami to'qamsizlar ya? Nerede bizden 70 yaş kirgen akıllarımız, momaylarımız girim qilib deydi. Bad. Ya to'xtam. Naqshliq birisi bor. Naqshliq. Ashdan qildim. Qani? Başlamda. Sopini, güllalla sopini. Qilibdar aqdallik nigirlarning yuzini. So'pillarning shoyisan, razqiding arnimi. Ishlatinglar hey do'stlar, baygadaymi satimi. Sopini, güllalla sopini. Çıkalamu tepalla, tahtbazla topane. Ya bu bunlar nasıl uzatıyorsunuz? Sizler degende bunda sahtibaz, köptürme, elanlarga tayanmayız. Biz ma xeridag'ın aldashni nomus deb bilamiz ya. Biz davomli rostchil bo'lishtirishayotgan shirkat. Rostga pul topqilamda, bayo'g'lamda, namshira qasanlamda qat'iy bo'lmaydi. Sizlar obdan quloq silib olmabdilar. Bizning Gullallar shirkatimiz ishlab chiqargan mahsulotlarni xaridorlar ishongashga hozirgacha ularning ishonchisiga erishib kelyapmiz. Bizning mahsulotlarimiz hargizmi paynaga boshqa chash chiqarmaydi. Tuma qichish chiqarmaydi. O'likni tirildirmaydi. Samimiy bo'lish va amaliyotchil bo'lish har bir musulmondan bosh tortib qolmaydigan burch. Qaraganda siz pul topolmoqdaysiz. İnanat kimda sanma adamga hamma vayron bo'ldi. Rostchillar aman gullandi. Saxtibazlar aman shodlandi. Shuni biz tarafq qilayveramiz. Men sizga deb qo'yay, aqlliqlash olmaydi, sodda dötlash olindi. Nahayat to'g'ri dedingiz. Unda bo'lsa, men shundan shodladim. Nima shodladim? Bizning shirkatimiz va xalqimiz sizlardek saxtibazlarni shodlaydi. Rostchillarni bo'lsa, tanlaydi. Abadilar mening azroq ishim bordi. Agar mush eshikni tutib qo'yganmasa eshikni u yoqda qil. Marhamat. Chiqib kelsanlar bo'ldi. Ey, bu ishkini oldirib kelgan mehmonni qo'g'laydigan jo'rutgina bu. Çoğut. Her çoğutkin çoğut. Jo'rut. Bunda qarasam, buning mahsulotlarida mush halollar masalasi chataq vaqt badek turdi meningda. Şundak biz bunun muşundaq tarafı çın tutup siz tutayım. To'g'ri. Biz mushini Selim Pasha, Zaytunburnu, Sapa köyüden tahtib, Facebook, WhatsApp hammasida sistem mushu maylarga ishning meni qatidi deyli. Şundak. Men bayan muşunun
Kırvazsak muşunun iç soyayotganligini ko'rganda qildim. Hey ahmoq, ko'rganda kimdim? Ko'rdim. Ko'rdingmi? Ko'rdim. Ha, ko'rdim, ha, ko'rdim. Şunu biz bunu maylarga işittin meni qatıdı deb sistem rastça o'tkirtayli. Ashtatsik ishina baqa. Ey ahmoq, dal versen 10 adamning 4 ishensimi g'alba? Shunda qilaydi. Ha? Oy sizlar taxi vakansizlar qol. Şu bizda sizdan xo'shishib oldimki deb turdim. Bayam xo'shlashganimiz hisob olmabdi-da. Xo'sh. Xo'sh, da, xo'sh. Xo'shmi? Maq ko'rishamiz juma. Xo'sh. Ko'rdim. Xo'sh. Ya'ni qillar. Tasbilmas qillar. Ha? Sopini. İşitmay qo'shgan 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 sopini.